bolalar ko'raman. So'raman O'zbekistonda sizni bilaman deb. O'zbekistonda esenga qis qilagan. Biz tasviriyat qo'yishni bilaman-da, o'zi ko'raman bular bolalar joni yo'q. Ha, mana shunday ularga qo'l qilmaydi. Bir kun faqat o'lamiz, bilamiz. Siz ham mana bir kun o'lamiz qachondir. Alloh aytgani bularga. Bir soatdagina bosil o'zi dirs bejo. Olti, yetti, naman o'zingizda normal otam o'g'lim bilan mana shu gap yo'q. Alhamdulillah Alloh beraman hech narsa emas. Ha, lekin yosh boladan so'rasam tonimaydi. Alloh o'zi shunday qilib qo'ydi. Mana shunday doltonizm yosh boladan ham o'zi aytadi, ha, toniman deydi. Uni hollaga o'yin qilyapti deydi, akalar aytadi-da. Alhamdulillah 6 oy, 2 oy ichi Alloh berib qo'ydi aka. Mana sizga akalarni tanishtirib qo'ydi. O'zi Alloh o'zi biladi nima qilish, nima qo'yishni. To'g'ri yo'l faqat halol yurish, niyatni yaxshi qilsa bo'ldi-da. Niyatni ko'zlab turishni o'rsang, undan alhamdulillah yaxshi bo'lib ketdi ana. Yana dalnishni ushlaymiz. Mana endi hozir esenga tonigan bo'lsa, endi dunyoni tontiramiz inshaalloh. Bizatdan o arma aytibdi, shu arma haypni boshlasa hozir. To'l deysa armani ham aytadi deydi. Qo'llar aytadi, shuni olib keling deb aytadi deydi. Rossiyadagi san yomon ko'p qolgan deydi. Atpishi deydi. Rossiyadagilar urush qilyapti, bizga olib chiqib oldi. Bizani aytadi deydi.